Oktagon liga, menga jang ber. Jang. Bu deyotgan gapim, niday bu Tojikistonlik fuqaro inson bo'lsa, birga bir chiqaman, erkakka o'xshab. Mana orqadan kelib turib, urib ketib, 3-4 ta odam yopishish menga hojati yo'q. Men bu tergovga qo'rganimga hojati yo'q. Bu demoqchi bo'lgan gapim, 3-4 ta odam yopishsa, qurol ko'tarishga men majburman. Qurol ko'tarib, qurollanib yurishga majburman. Lekin birga bir Oktagon ligada ko'chada ham urishaman, agar o'ziga javob bersa, birga bir ko'raveraman, dangalga. Erkak emasman agar men birga bir o'sha O'zbekiston uchun bayroq ko'taraman. O'zbek silaligini his qilsin bular. Men nastoящий Remboligimni his qilsin bular. Va birga bir chiqaman Oktagon ligada. O'sha imina Tojikiston xalqini so'kib qo'ydim. Mayli uzr so'radim, lekin men orqamdan kelib turib pichoq urmalaring unaqa. Erkakmisan? Birga bir shunday qurolsiz shitni tashishim. Javob gapim. Shuni aytib eslatib qo'ymoqchiman. Joninglar sog' bo'lsin shu. Agar qo'liga pichoq, pistolet, narsa olmasdan 3-4 ta odam o'shanda talpaqib ketdi-ku meni. O'shanday ish qilmasa birga bir Oktagon ligada bular bilan tashishaman. Shuni aytib eslatib qo'ymoqchi edim. Shu. Aytmoqchi bu gapim, bitta gapim qolib ketdi. Bu gapim Nasim Xolmedovga. Nasim Xolmedov, seni ham ko'tingga sikaman. Birga bir chiqsam, erkakmisan, ko'tingga sikib yuboraman sendaqa bolalar. Tushundingmi? Og'zingga qo'taqimsan, gandolni. Bitta udarimga yaramaysan, ishonasanmi? Bir udarda sindiraman sendaqalar. Og'zingga sikaman, eski videolarimni tema qilib. Jala. Erkak bo'lsan, birga bir kel. Ben hozir polis yo'liga chiqaman. Niday bu menga agar qurol ko'taradigan bo'lsa, men ham qurollanaman. Men потому что qurollarim yonimda. Sikaman naxur, qurol bilan. Ko'pchilik yopishsa, men bir o'zimman, chunki meni himoya qiladigan aka-ukalarim hech kimim yo'q, потому что. O'shancha men bir o'zim mana shu bilan chiqaman. Shuni aytib eslatib qo'ymoqchi edim, shu gapim.